Assalomu alaykum, Maldini YouTube kanaliga xush kelibsiz, aziz obunachilar. O'rtada videolar cho'zilish, bo'linish bo'lib ketdi. Men vaqtim olmay qoldi, ishlarim ko'payib ketdi, o'qishlarim bilan bo'lib ketdim. Bu galgi videomizda shu World Cup Heroes playerlar to'g'risida video qilyapman. Bir kundan oshiq vaqt qolgan, 1 kun 12 soat vaqt, ya'ni ertaga soat 17:00 da bular yo'q bo'ladi. Shuning uchun men yangi ochilgan akkauntda olmoslar to'plab, yangi olmoslar to'plab qo'yganman va agentlar ham bor. 4 ta agent bor ekan. Hozir shu agentlardan foydalanib Super World Cup Heroes'larni tushirishga harakat qilib ko'ramiz. Qani boshlaylik. Birinchi kartani ochamiz. Birinchimizni ochamiz. Qani kim ucharkin? Braziliyalik o'yinchi Kangolek. Menga tushmadi. Edirning himoyachi. Birinchi o'yinimiz desam ketdi, yo'q, lekin yaxshi bo'ldi. Yaxshi. Davom etamiz. Yangilikimiz. Albatta videoga like bosib, oldin The club have bought this impressive signing to take them to the next level. Yeni İtalya'nın çıkmak bizge. Bu sefer oyuncu olacak. Numara çıkıyor. We can now unveil Giovanni Di Lorenzo. Dördüncü olmuşumuz. Dördüncü olmuşumuz ham gitti İspanya'ya. Görmedik şimdi. 15 Mart topşirganda bitta tushish kerak bo'lgandi belki. They've bought one of the best. It's Rodri. Hop. Agentlarimiz 4 ta aytganimdek 4 tani ochib bo'ldik. Endi obiyog'i olmoslardan davom ettiramiz. Hop, yana bizda o'sha muammo. Sotib yuborishga joyimiz kamligini hisobiga sotib yuborishga to'g'ri kelyapti. Olmos tejash. 5-chi urinishimiz. Tezligi 84. Gakpo ham yaxshi hujumchi. 175 ta lekin. Yana bir marta mana tushish ehtimoli 7% deyapti. U degani 93% holatda tushmaydi degani. Tavakkal endi bu. Qani keyingi urinishimiz Braziliyalik. Kim bo'ldi endi bu? Vinicius emas, aniq. Passing 85.
striker. Bruno Guimaraes. Keyingi urinishimiz 7%, 7,1% o'tdi. Argentinalik o'yinchi ekan. Messiniki. Messiga o'xshayapti, 82. Lekin World Cup Heroes o'yinchi emas. Balkonda saylanmoqda. This team have got their Yo'q, man. Can he help Mikropas them to ekan, success? Mikropas. Messiniki deb o'yinchilarni bostirib chiqdi. Olmos darvozasi tugadi. Va hozir ochilgan o'yinchilarimiz. 5 tarkibni bosdik. Aytarli o'zgarish bo'lmadi. Lekin harakat qildik yig'ishga. Shu akkauntni xudo xolasa qo'yaman turnirga. Telegram kanaliga o'tsanglar, Maldini deb qidirsanglar chiqadi. So'ng turnirga qo'yaman, mana shu akkauntni ham. Bemalol o'tib qatnashib yutib olishingiz mumkin. Faqat hozirda turnir men hozir Telegramda muammolar bo'lyapti. Shu uchun turnir o'tkazishga vaqtim bo'lmayapti, to'g'risi. Ya'ni muammolarni hal qilib olsam, xudo xolasa o'tkazishga davom ettiraman. Ungacha kanalda uzoqlashmay turamiz. Obuna bo'lishni unutmanglar. Barchaga rahmat, salomat bo'linglar.